Kelin poshsha, nima qilyapsiz? Uyingizni yig'ishtiryapsizmi? Uyingizni yig'ishtirib bo'lib, chiqing-da, ovqat qiling. Ertalabki saharga qaynatma sho'rva qilib qo'ying, chiroyli qilib chibureyka qiling, salat qiling. Xo'p, kechki paytga ham somsa qiling keyin. Adizlar ham kelyaptilar komandirovkadan. Normalniy ovqatlar qilib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Turib, harakatingizni qiling, tez-tez ishingizni qilib bo'lib. 30 kun ro'zada mana bitta xizmat qiling siz. Men ham tuqqanman. Chaqalog'im bor ekan deb bahona qilmang menga. Turing tez-tez. Bolam, yaxshimisiz? Belingiz og'rimayaptimi? Hali belingiz og'rigandek bo'ldi. O'zi kecha tuqqan bo'lsangiz 20 kun ham bo'lgani yo'q. Bolam 40 kun chillada yoting dam olib. Ro'zani o'ylamang bolam. O'zim ham yoshman, o'zim ham qaroqliman. Siz bolamga qarang. Yaxshi bel boshingizni olsangiz ertaga keyinchalik belingiz og'riydigan bo'lib qolmaydi. Xudo xolisa. Men o'zim ovqat qilaman, salatlarni zakaz qilib qo'ydim. Hammasini o'zim qilaman. Qo'rqmang. Xo'p, o'ylamang. Yotavering bolam. Oyingiz o'rg'ilsin. Voy, o'yin o'rg'ilsin. Asal bo'lsang. Jonim bolam. Bolaga qarang, xo'p, dam oling. O'zim hozir harakat qilib birpasda bo'ladi. 30 kun ro'za o'tar ketar, xudo xolisa. Bolam, bel boshingizni olib oling siz. Bo'ldi, yoting.